Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, sizlarni tabriklayman birinchi o'rinda mana hayit ayyomlaringiz bilan. Va bugun mana Navruz bayrami. Bayram kuni ham biz Allohning izni bilan mana xalqda xizmatidamiz. Bilasizlar, mana o'sha gapim. Eng ulkan boylik bu salomatlik. Buni qadriga kim yetadi? Jonida xastalikni bilgan inson qadriga yetadi. Bilasizlar, biz mana shu boylikni siz azizlarimizga sababini qilib ilinib kelyapmiz va o'sha boylikni har qanday inson bizni oldimizga kelyaptiki, mana Allohning rahmati yog'ilgan insonlarda shular mana komil shifo topib turibdi. Mana shu sinimiz mana oldimga kelganlarida bir oy oldin ko'zlarida yoshlar bilan kelgan edi va aka menga shu dardimga shifo bormikin degandilar. Qo'llari mana shu qiyshaysh tomonga o'tyapti. Bularning tashxisi poliartrit va revma artrit desa ham bo'lardi. Mana shunaqangi tashxislar qo'ygan edi. Onalari ham birga kelgan edi. Mana shu onalar bilan kelganlarida bu qizimizga nima yozdim? Mana 3 ta nazначенияni qilib berdim. Mana shu qilib bergan lecheniya bilan hozir oldim kelibdi, o'tiribdi-da, bunday gapiryapti. Jahongir aka, assalomu alaykum. Men shunaqa ikkinchi oyga keldim, zo'rman dedi. Onasi kerak bo'lsa mana shu qizini to'g'risi kuyovdan aldab qochib olib keldim, bularga ko'rsatmasdan deb aytdingiz. O'sha kuni ona kelganingizda mana shu narsalar bo'ldi, ham mehmon bo'lib kelgan ekan. Shu yerga kelganda biz shu lecheniyalarni bo'ldi, ko'ngilni cho'ktirmang, Xudo xohlasa zo'r bo'lib qolasiz. Mana shu bir oylikda oldida meni oldimga kerak bo'lsa xursand bo'lib kelasiz, og'riqlarsiz kelasiz dedim. Mana o'sha holatlar bilan keldi. Endi men Savlohani gapirib berdim. Endi bu yoqda o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum singlim. Yana bir bor xush kelibsiz. Qarang, meni oldimga kelganingizda mana oldimga kelguncha holatlaringizni bitta gapirib bering. Mana shu holatlar qanaqa dardlar bilan olishgansiz, shularni bitta aytib bersangiz, endi bizning obunachilarimizga ham qiziqda. Chunki bu sizni ko'rishadi mana obunachilarimiz va kerak bo'lsa shu sizni ko'rib ixlosi oshib shifo topsa shulardan mana ajr hisoblar ham yoziladi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men bu yerga kelgunimcha rosa ko'p doktorlarga bordim. Poliklinikam qayerda nomi chiqqan doktor bo'lsa, hamma joyga olib borishdi, imkoniyat qilib. Bordi, ertaga ham lecheniyalar oldim. Oldim, hali dorilar ta'sir qildi. Qilgandan keyin yana 10 kun o'tadi, uzoq 15 kun o'tadi, yana davom etaverdi. U doktordan bu doktorga qilib hammasi o'sha artrit, gonartroz degani yemirilishdi, hamma tashxislar qo'yib chiqishdi. Rosa stressga tushib qoldim. Bolalarim kichkina ekan, endi nima bo'larkin dedim. Har qo'limni ko'rganimda umuman bunaqa holatga tushib qoldim. Qiyshaysh, kimda bukilishingiz ham qiyin edi. Bukish qiyin bo'lib qoldi. O'sha oyoqlarimda ham ko'pchilik nima qildi, shu suv yig'ilib, bukish yozish qiyin bo'lib ketdi. Ancha yosh narsaga qiyin holat bo'lar ekan, qaynatali holatda. Keyin uyga mehmon bo'lib kelsam, ayam aytdilar, shaqa borib kelayman, tunni ko'raman dedilar. Ungacha mana Xudodan so'rasangiz o'zinaqa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri Alloh mehribonda sababini ko'rsatibdi. Aytdim, to'g'ri yo'l ko'rsatgan, bolalarim yosh. Doktorlarning tashxisi oxiri nogironlik deyishdi-da. Ha, oxiri borib davosi yo'q, bu tuzalmaydi deyishib sizga o'shani deyishdi. Umidsizlikka tushib qoldingiz o'shanda siz. Kasalim nima qolimni stressga tushib qoldim, yosh bolali odam. Men boshqacha holatda bo'lib qoldim. Keldim, dorilar ichdim. Haqiqatda foydasi bor ekan. Gap naqada biz hamma tavsiya qilaman-da, qo'rqmasdan. Mashalloh, mashalloh. Bor narsa ekan, haqiqat ekan. Negativchi naqalar, haqiqatda fikrlar o'qisangiz har xil odamlar bor ekan. To'g'ri. Borgunicha ekanda gapiraverar ekan. Endi bu negativlardan men juda ko'p aytyapman. Gadoy dushmani gadoyda. Endi o'shalar bitta sohani vakillari sizlarda. Sizlar menga yozayotganlar asosan shunaqangi ko'rolmaslik holatlarda yozasizlar. Meni videom baribir kuzatasizlar mana shu holatlarni. Qaranglar, kelibsa mana shu bemor mana oldingizga bordi, boshqa qildi. Siz nima dedingiz? Bu qizga kelibsa oxiri nogiron bo'lasiz degan gaplarni gapiryapsizlar. Shuninglar, ruhiyatini kuchot o'ldiryapsizlar. Tuzalmaydi bu dardingga davo yo'q deb gapirib chiqyapsizlar. Mana oldlaringga umid qilib boryapti. Oxiri sizlar buni yo'qotishni nima deyapsizlar? Bo'ldi, biz qo'limizdan kelganini qildik, u yog'i bo'ldi. Buni davosi yo'q degan gaplarni qilib, mana shu ruhiyatini kuchot tushkunlikka tushirib qo'ygan ekansizlar. Bu qiz keldi mana oldimga o'sha payt. Shunaqangi yig'layapti, endi ko'zdan chiqayotgan yoshlar ko'rsalaring, aka men endi shu dardni o'tamanmi? Men yosh bolalarim bor, shu dardni o'lib ketamanmi degan gaplarni qildi. Azizlarim, shuni tushuninglar. Allohning hammasi iznida. Shuni bilib olinglar. Sababini mana Xudo o'limdan boshqa dardga davo bor deyapmanmi? Alloh har qanday dardni bergan bo'lsa, shifosini ham kerak bo'lsa qo'shib berib qo'yadi. Uni nima qilish kerak? Biz bandalar sababini oqtaramiz. Mana shu qizimiz mana yig'lab kelganlarda men motivatsiyalar berdim kerak bo'lsa. To'xtang, singlim dedim. Siz bir oylikda o'zladim, meni oldimga kelasiz kerak bo'lsa, shunaqangi shifoni top kelasiz. Mana kerak bo'lsa mana shularni gapirib berasiz dedim. Mana Allohdan chiroyli duolarda qilib so'radik. O'sha Ramazon oyini boshlardi. Allohning iznidan mana komil shifo topib kelib o'tiribdi mana. Nimaga? Chunki o'zlarining ishlaringda
ishlanglar. Menga bunaqangi negativ yozmanglar. Tushunyapsizlarmi? Meni soham boshqa, sizlarda sohalaring boshqa. Tushuninglar. Kelyapsiz o'zini oshkor qilib aytyapti, men palonchi vrachman, men unaqaman, bunaqaman. Xo'p, vrach bo'lsangiz, mana o'sha shifoni toptirib qo'ying, chiqaring mana shunaqa qilib, to'g'risi. Men sizlarga meni umuman aloqam ham yo'q, boshqa ham yo'q. Menga unaqa narsalar yozmanglar. Mana Allohning iznidan bir oylik kelyapsa, mana shu iste'molni qilib shifoni topdingiz, xudo xolasa. Mana hozir menga aytyapsiz, bemalol xamirlarni qilyapman, nonlarni qilyapsiz, qo'llaringiz mana to'g'rilanibdi, mana chiroyli bo'lib, hattoki mana shu nimangizda yorilishlar ko'ruvdi mana tomirlarda. O'shalar ham mana Xudoning iznidan yo'qolibdi. To'g'risi, o'zgarishlar xudo xolasa necha foizga bo'ldi? Mana o'zingiz chin dildan gapiring. Chin dildan 50-60% bo'ldi. 50-60% bo'ldi. Allohning izni bilan mana bir oylikda o'zida. 20 kun uni rosa Ha, qo'zg'ashni ham aytib bering. Ana shu qo'zg'ashga bir xilya chidamayapti. Qanaqa qo'zg'adi? Qo'zg'ashi kimda qanaqa bilmadim. Mana shu barmoqlarim bo'lsa 3gacha bordi-da qo'zg'ash. Qo'zg'ashi, ha. Mana shu siz oldingizga kelganda bo'yin og'rig'i bilan kelmaganman-da. Men bo'ynim og'riyapti dedim. Mana shu bo'ynim mana shunday bo'lib qoldi. Bir hafta mana shu holatda yurdim-da. Bir haftadan keyin shunaqa yengil bo'lib qoldim. Bemalol aqa-baqani qilib aytdim, bir bo'lsam nima ham bo'lib qolgan, grija ham bo'lgan ekanman-da degannaqa bo'ldi o'zimda. Kistalarim yo'qlarimda ham birdaniga og'riq bo'lib qoldi ikkala tarafda ham. Haligan bir 5 kuncha bo'ldi. 5 kundan keyin shunaqa yengil holatda. Mana ko'rdingizmi? Men nima deyapman, o'sha jenskiy tomonda kista bormi, miyoma bormi, kerak bo'lsa shularni ham yo'qotib yuboryapmiz deyapmizmi? Mana bez operatsiya, bizneschivoda ko'ringda mana shularni Xudoning izni bilan mana shu tabiiy tomonda mana yo'qotyapmiz. Endi sizga berganim mana shu narsa bo'ladi. Mana kistalarni yo'qotgandan so'ng shu ko'chalarimiz. Endi Xudoning izni bilan mana onajon qalay? Mana farzandingiz qalay ekan? Mana zo'rmi? Xursandmisiz? Bizni Erkatoy tabibimiz bu bolani oti men uchun Erkatoy tabib. Bu bolani YouTube'da ham ko'raman. Bu bolaga ixlos bilan shu qizni olib keldim. Mehmon bo'lib kelganda Qudamga ham, kuyovlarimga ham aytmay o'g'illab keldim. Endi Jahongirga shunaqa deb hamma yoqda aytdim ochiqodan. Bu yerdan borib meni o'g'limga telefon qildim. O'g'il shunaqa qildim deb o'g'limga hamma yoqda aytdim, qudalar bilishdi. Xudoga behisob shukr. Mashallah. Mendan oldin ketib qoladimi deb men vosvosga tushdim. Bu kasal bo'ldi, men tushdim. Alloh shifo bersin. Erkatoy tabibimiz juda chiroyli nima qilib berdilar. Lechiniyalar qilib sog'gina yursin. Shu endi o'shaning uchun Jahongir men tepa bozorga chiqaman, hammaga reklama qilib bordim-da. Mashallah. Vizitka qilib qo'ymagan ekansiz-da. Endi bo'ldi, Xudo xolasa vizitkalarni ham Xudo tashkillashtiramiz inshaalloh. Bunga endicha vaqtimiz yetmayapti. Xudo xolasa qilamiz. Mana kelgan inson borki, o'sha kuni men nima dedim? Ona bilasizmi? Meni oldimga Allohning rahmati yog'ilgan inson keladi. Chunki o'sha kuni men shu gapni bu qizga ham aytdim, bilasizmi? Yig'ladi. O'sha kuni bu qiz aytdiki, men nogiron bo'lib qolamanmi? Men shunaqa bolalarimni endi nima qilmasdan ketib qolamanmi degan, xuddi qarang shunaqa qilgan. Unaqangi ruhiyatini tushirmaylar azizlarim. Iltimos sizlardan. Tuzalmaydi, boshqa demaydi. Daji bir xilga ham nagli shu betiga aytayapti ekanda, bu gapni gapirmaylar. Bu qiz o'sha kuni bu gapni gapirib berdi. Meni boshimga og'riq kirib qoldi. To'g'risi o'sha kuni o'sha gapni eshitgandan keyin bildingiz-a o'sha kuni mana nahot ekan dedim, shunaqa achchig'im keldi. Sababi u bemor oldingizga shifo topmoqchi bo'lib boryapti. Shizi bor-ku. Ikki og'zim shirin so'zingiz kifoya azizlarim. Ikki og'zim shirin so'z. Bu shirin so'z ham ehson azizlarim, shuni bilib olinglar. Men mana shu har qanday kelgan insonni ko'nglini olishga harakat qilaman. Mana Allohning izi bilan komil shifo topib o'tiribdi. Xudoning izni bilan. Mana Xudo xolasa. Mana endi Xudo xohlasa komil shifolar topdingiz-a, haqiqat ekan inshaalloh. Oxiriga yetkazaman Xudo xohlasa. Rahmat, oxiriga yetkazing. Qarang, endi shifoni topsiz. Ona endi meni haqqimga bitta duoda qilib berasiz siz. Shu qizingiz komil shifo topayotganiga, undan keyin men sovg'alarim bor-da sizlarga atalgan. Qarang, ilohomiy. Ilohomiy. Ey Allohim, o'zing yaratgan bandalar biz. Amin. Hammamizga dard berguvchi Alloh o'zingsan. Shu bolani bizga sabab chiqib qo'yding. Ishlariga rivoj, martabalarini baland qilsin. Amin. Farzandlarini, ota-onalarini baxtiga sog' salomat bo'lsin. Shunday kelgan hammamizga shu bolani amin. bolani Allohim o'zi hamisha panohida saqlasin. Amin. Ilohim shekka kelganlarimiz hammalari shifo topib, xursand bo'lib chiqishlikda Alloh nasib aylasin. Amin. Rabbana atina fid dunya fil akhirati fil aqiba azabanna rahmatga ya arhamar rohimin. Alloh arhamar rohimindan nasib qilsin.
Shunday barchalarimizga Amin. Amin. Allohu akbar. Ilohim shu yerga kelgan barcha bemorlarimiz va kelayotganlar, kelib ketayotganlarga Allohim shunaqangi komil shifolar ato etorgin. Shunaqangi yorug' yuz bilan barchamizni ko'rishimiz o'zing bizga ro'zai nasib aylargin. Amin. Allohu akbar. Endi mana bu narsalar endi ikkinchi oy mandan sizga sovg'a. Xudo xolsa bularni ichasiz. Qolgan dardlarimiz bilan seni boringki, umuman yo'q qilib yuboramizda, umuman qolganlari ham o'tib ketadi. Mana shularni iste'molni qilasiz, Xudo xolasa. aytayotgani o'zinglarni ham olib kelganman. Iya, akamlar ham kelganmi? Mashallah. Bo'ldi. Bo'ldi, Xudo xolsa kelavering aka, sizni ham inshaalloh davolaymiz.